Assalomu alaykum qadrli muxlislar, qadrli do'stlar, Darvish TV'ni kuzatayotgan do'stlar, opa-singillar va ukaxonlar, hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Daryo haqida hech qanaqa ma'lumot berib o'tamiz. Daryo bugun tetiqni pastroq bo'lib, sustroq bo'lib oqyapti do'stlar. Inshaalloh mana oldinga to'ylar bor, qishloqning yashash turlari inshaalloh paxsaloylar, bog'lar turibdi inshaalloh. Mana shaharlarga audio chiqaramiz borib inshaalloh. Qadimiy asil, qadimiy tarixiy joylar turibdi. Inshaalloh ularni sizlarga ko'rsatib boramiz inshaalloh. Ularni kuzatmoqqa davom qiling do'stlar. Tekin like va kommentlarni yozib qoldiring do'stlar. Inshaalloh bizlarni ko'rsangiz xursand bo'lasiz hali. Hali Mahmud aka ham kelgani yo'q. Inshaalloh Mahmud aka bilan tanishtiramiz inshaalloh. Zo'r g'oyalar, zo'r hali inshaalloh audiolar sizlar bilan ko'rmoqqa inshaalloh nasib qilsin.